sizni uyingizga kelgan kadastr xodimiman deb o'zini tanishtirgan odam haqiqatdan u xatlovga kelganmi yo boshqa maqsadda kelganmi? Uni bilishni bitta zo'r yo'li bor. Bitta zo'r yo'li bor. O'zi kadastrchimi yo boshqa odammi? Kadastr xodimlari sizni uyingizga xatlovga kelgan bo'lsa, hech qachon pul talab qilmaydi. O'lchov uchun pul so'ramaydi. Ya'ni bu mutlaqo bepul. Ya'ni bizni xodimlar, yo bepul deb ayta olmayman, bularga biz pul to'laymiz. Ya'ni kadastr agentligi palata pul to'laydi, har bitta xatlovga chiqqan obyekt uchun to'lanadi, lekin u fuqarolar to'lamaydi uni. Odamlar uyga kelsa, misol uchun men uyingizni o'lchab ketaman, falon so'm bo'ladi desa, bilsinki bu kadastr xodimi emas. Yoki bo'lmasam bu noto'g'ri ish qilyapti agar kadastr xodimi bo'lsa ham, uni tegishli joyga murojaat qilish kerak bo'ladi. Xatlov bepul amalga oshiriladi, qachon pul to'lanadi? Qachonki mana shu jarayonlar to'liq yakuniga yetib, to есть kelishdi, o'lchab ketishdi, dasturga kiritishdi, 18 ta idoradan bu o'tdi, ijobiy xulosa oldi va bu adliya bo'limi uni umumlashtirib, ijobiy bo'lgan holat bo'yicha fuqaroga SMS boradi. SMS telefoniga. Shu kelgan payt kimning telefoni yozib ketilsa, o'shanga SMS keladi. Ana shunda to'lanadi, bir martalik to'lov. Ungacha hech qanaqangi to'lov yo'q.